Ushbu yilni yoz-kuz faslarini yangi xonadonda kutib olishni xohlaysizmi? Sizga taklifimiz bor. Sokin makon bir turar joy majmuasidan xonadon xarid qilishga ulgurmay qolgan mijozlarimiz ushbu obyektimizning ikkinchi bosqichida ham qurilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Xonadon xarid qilgan mijozlarimiz qurilish ishlari qaysi jarayonga kelganligini ko'rishingiz mumkin. Ha, aytgancha, siz ham tayyor ta'mirlangan xonadon izlaganmidingiz? Unda sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Batafsil ma'lumot uchun ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.